İmom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nazdilarida bir masjidiki u masjidda imomi bo'lsa tayinlik, muazzini bo'ladigan bo'lsa, unday masjidlarda jamoatni takror qilishlik makruh bo'ladi. Zohir rivoyatda keladiki, bir qavm bir masjidga kirsa va uni masjidning ahllari namozlarini o'qib bo'lgan bo'lsalar, jamoat bilan keyingi kirgan odamlar beazon, beiqomat namozlarini yolg'iz o'qiydilar. Bu Imom Azam rahmatullohi alayhi qavllari. Va Imom Azam rahmatullohi alayhi bu qavullarga bir qancha dalillarni dalil qilib keltiradilar. Keltirgan dalillaridan keyin kitob sohibi aytadiki, Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi nazdilarida jamoat qilishlik durust bo'ladi, mehrobda turmasa deydi. Mehrobda turmay, ya'ni avvalgi holatda masalan nariyoqqa borib o'qisangiz bo'laveradi deydi. Va buni daliliga keyin aytadilarki, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib o'tirganlarida bir odam jamoatdan kechga qolib kirdi va Hazrat payg'ambar alayhisalom kim shu odamga sadaqa qiladi dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhu men sadaqa qilaman dedilar. Aytdilarki, shu odamga bo'lmasa iqtido qiling dedilar. Iqtido qildi, u kishi shu bilan uni namozi jamoat bo'lib ado bo'ldi. Shuni dalil qilib Imom Abu Yusuf aytadilarki, demak jamoatni takror qilsa bo'lar ekan deydilar. Desa, lekin Imom Azam rahmatullohi bu gapga ko'nmaydilar. Imom Azam aytadilarki, yo'q, bu gap biz bular ham farz o'qib turgan odam haqida gaplashyapti. Siz aytgan masalada u odam farz o'qib turgani bilan Hazrat Abu Bakr naflga iqtido qilyaptilar. U kishi namoz o'qib bo'lganlar-ku. O'shancha u gap dalil bo'lmaydilar. O'shancha yaxshi gap shuki, jamoatda takror durust emas deyish kerak. Takror durust, ikkinchi marotaba jamoat durust emas degan gapimiz jamoatimizni ko'paytirishga sabab bo'ladi. Bular to'yki bilsaki, ikkinchi marotaba jamoat qilish durust emasligini bilsa, birinchi jamoatga hamma talpinib keladi. Ikkita jamoat durust va o'qisa o'qib, biz ham o'zimiz ham qora ekan, biz ham o'qib kelaveramiz deydi bular. Ya'ni jamoatni takror qilishlik avvalgi jamoatning kamayishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan makruh. Ikkinchi gap nima? Tashahhud. Tashahhudda bunday. Bir odam namozni farzlarini hammasini ado qilib bo'ldi. Namozni farzlarini ado qilgandan keyin farzi oxirgisi shu attahiyotni miqdoricha o'tirish kerak edi. Attahiyotni miqdoricha o'tirdi. Imom hali salom bermasdan turib ketib namozni davom ettiramansa, namoz bo'laveradi, makruh bo'ladi. Zotan bu imomni salom bergunigacha kutish kerak, iqtido qilgan. Lekin farazan shunday qildi, shoshib qoldi deylik. Shoshib qolsa namoz bo'lib qolaveradi. Yo qarasaki kun chiqib ketib qoladi masalan. Namoz vaqti tugab qoladi, o'shanga tezda salovatlarni o'qimasdan turib yetkazib olay desa, namoz bo'lib qoladi. Lekin qasddan bu ishni qilmaslik kerak. Endi salom berguncha kutish kerak.